no, no. Beni ikigen o. No, 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 yeah.不只是只有你能说 no, no, no. 安得情的人生一种，我只是每个人的伤，懂事的人都会失了谎。咖啡在左台上，有时会随便想，美丽在你的脸上，茉莉我随便想。咖啡在左台上，有时会随便想，美丽在你的脸上。他应该跳那个街舞也不错。我是街舞老师。哎，是一看就是那种感觉。Abi gençleri kürep kaldık, mındak kayırın. Şunu bilip kaldınız da siz özünüz evde. Beş yılımız hazır açtırmamız mı? Beş yılımız öğrendik. 5 yılımız öğrendik. 3 malım o taraf öğrenildi, 2 malım turp öğrenildi. Ben Kamil Cilal Ustaz. İpek yolu sardasın, suygunu yok şidrasın, hoş havazla sevdasın. İpek yolu sardasın, İpek yolu sardasın, suygunu yok şidrasın, hoş havazla sevdasın. İpek yolu sardasın. Salam, ekran aldidagi ko'rman do'stlar. Naq maydondagi ustozlar, shundaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda huzuringlarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekti sherikti birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qaror Vojjon Ipak yo'li sadosi. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Xinjiang Vojjon so'l chekti sherikti programmamizning tajdorligini oldi. Programmamizni Xinjiang miros sherikti aloyi talab qildi. Programmamiz bilan Xinjiang Kamal so'l chekti sherikti strategik hamkorlashdi. Programmamizni Xinjiang boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat sherikti alohida qo'lladi. Xinjiang Ramnidar xalqaro so'l cheklik sherikti programmamizga yaqindan yordam berdi. Xo'sh, aziz ko'rmanlar. 7-qaror Vojjon Ipak yo'li sadosi programmamizning birinchi bosqichi, yana tanlash bosqichi nihoyat yuqori pallada ilib beriladi. Deganimizdek, Kamil Cilal apandimning boshbarmoq gruppasi hozir 10 nafar mayirga to'shdi. Lekin Kamil Cilal apandim yana o'xshashla o'zi mayil bo'lgan mayirlarga o'rindiq aylandosi bo'ladi. Unda qolsa bu o'yinning tartibi zodi qanday bo'ldi? Har qaysi ustozlarimizning agar o'quv soni 10 nafarga yetgan vaqtda yana o'xshashla o'zi mayil bo'lgan o'quvchilarga o'rindiq aylantirdi. O'rindiq aylandigandan keyin mahir shu o'qituvchini tanlagandan keyin yana shu guruhdagi xohlagan bir odamni tanlab Pekinga tushdi. Pekinning sharti 30 sekund ichida chingchang holatda musobaqa qilishdi. Agar musobaqa tugagandan keyin o'qituvchi o'zi yaxshi ko'rgan shu mayirni tanlaydi. Shu mayir u guruhning muqim a'zosi bo'ladi. Tanlamay qolgan bo'lsa, 5 sekund ichida 4 ustoz xohlagancha tanlavasi bo'ldi. Ham tanlamsin bo'ldi. Tanlamag'ini bevosita challangan bo'ladi. Agar tanlangan ustozning guruhida yana o'rin bo'lsa, bevosita berib, shu guruhning muqim a'zosi bo'ldi. Agar u guruhning 10 o'quvchi to'shgan bo'lsa, yana u guruhdan xohlagan odam tanlab Pekinga bo'ldi. O'yinimizni qaysi tuvanlikcha. Unda qolsa bizning birinchi bosqich tanlash bosqichi yana davomlasin. Qani, marhamat. Kamil Cilal ustoz boshbarmoq gruppasidan Qaysar Kamil, Subinur Kerem, Aqilbek Enver, Xalmurat Xushmat, Güzelnur Namet, Erpan Polat, Zikriya Abduali, Merdan Mehmet, Hasanjon Cilal, Erkin Ahmet. Tuanda sahnega chiqmoqchi bo'lgan mayirimizning nomeri Arvu Baling. Qani sahnimizga marhamat. Xush geldiniz Şefqat. Tayyorliklarınız qandaroq? Tayyorliklar yaxshi bo'lib qoldi. Sahnega chiqish oldida turyapsiz, jiddiylashdingizmi? Jiddiylaşdim. Jarayonining yaxshi bo'lishini umid qilma. Agar ustozlar o'rindiq aylantirmasa, hech qisi yo'q. Siz jarayonini yaxshi bosdingiz, shuning o'zi eng yaxshi bir natija. Marhamat. Salam ekran aldagi ko'raman do'stlar. Mening ismim Şefqat Şamshidin. Bu yil 24 yoshga kirdim. Yurtim Aqsu Baynayisidan.
Менің bu 7-ci qarar Ipek Gül Sadası programımızı qatnashlik maqsadim bo'lsa, o'zimning kichikdan tatib bo'lgan o'zimning naqsh aytish jihatdagi qobiliyatimni bir joriy qildirib sinab beqish maqsadida hamda ustozlarning menga bir taklif fikrlarni berishini umid qilib qatnashdim. Sözüm yok, kettin yar kayan. Yollarınğa telmürdüm gu yürekte hicran. Qaysi gülşen, qaysi bağ diyen tapdin pinhanca. Yaki seni çillidim o gökke tulum ay. Hayırdı bu kaçanlıken seni yüklermen. Sana bulman bak söylünü saklap ötermen. Hayırdı bu kaçanlıken seni yüklermen. Sana bulman bak söylünü saklap ötermen. Naqshini yaxshi tanlabda. Ruhsarın diyen gülni gecel kılaydı diyen mu? Ay yüzün niye ayga hemrah kılaydı diyen mu? Seyyarlar ara seyriye kılaydı diyen mu? Ya kimini otka seli kınaydı diyen mu? Hayırdı bu kaçanlıken seni yüklermen. Sana bulgan bak sevgimni saklap ötermen. Hayırdı bu kaçanlıken seni yüklermen. Sana bulgan bak sevgimni saklap ötermen. Sana bulgan bak sevgimni saklap ötermen. Siget abi. Rayonumuzda güzellikni söygüçi hanım kızlarının aldın talışı bulup kelavatkan. Ramnidar markesidagi ishonchli grim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishlatishga muyassar bo'lib kelayotgan Xinjiang Ramnidar xalqaro so'lchek shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Adaş yaxshimi? Yaxshi adaş. Yaqin terendagi yaxshi o'rni ishlatsa. Men yaqin bu Ramnidar markesidagi bir yurish mahsulotlarni ishlatayotgandim. Ko'rib boqay.
Bunun içinde kirpik uzatışlarki, ondan keyin aqartish meyimi bor ekan. Aqartish meyimi bak teriga bak yaxshi singadi ekan. Ishlatib ko'rib baqa. Ma'qul, rahmat. Men ishlatib ko'rib baqay. Ma'qul. Yaxshi ustozlar, men Aqsubaydan kelgan Mahir. Shafqat Shamjiddin hammalarga o'tliq salom. Necha yoshga bo'libdi? 23 yoshga. Voyjon. Ovozing menikidan. 53 ya. Yelkasi o'qidingiz ham. O'zim ish o'yinda. Vali doktorga sen. Shu endi nimani o'qidingiz? Doktorlikni o'qidim. Adila ta'lingiz bor azizingizdan. Ko'nglingiz yaxshi ko'ngillar o'rildingiz. Adila ijroqni ko'raylik. Endi Ali doktorlar shalangarlashang. Ali doktor juvitan ham. Qaysi kasb o'qigan ishingni? Doktorlik kasbi. Masalan qaysi? Kung fu. Ha, anda ha. Kung fu. Bizning Ali doktor yurak doktorchi, endi sen ana shunga o'xshash chiqib qoldingmi deb ensirgandim, men bas o'xshash chiqmadi. Naqshini yaxshi tanlabdi. Bu naqshini biz anlamag'il uzun bo'pti ekan. Naqshini shundoq yaxshi tanlabdi, ham tankash muzikalarga ham shunchalik ishlabdi. Astoydligini bilib oldim. Garchi ovozini anglab intayni bir hamda bir 70-80% faxoy deymizmi, ijro qilyapti, lekin biz his qila olamiz bu bolalarningki eng yaxshi holatda qanday ayta oladiganini his qila olamiz. Hozir kashib ketdi, uni ustiga charchab qoldinglar. Shunda turibmi, yana mush naqshini nayt voyaga yetkazib aytdingiz ukam. Uni ustiga mana mush sahnadagi yasinishlaringiz, sahna qiyofatlaringiz, astoydil muomala qilganingiz o'rilib bo'lgandan keyin boshda o'rilishni avval o'rilmasam bo'lmaydi degan bir es tuyg'uda bo'lgandim, o'rilib bo'lgandan keyin hajab yaxshi o'rilibdi-ma degizatdingiz ukam. Hamda tazmay bizningki gruppadagi eng oxirgi tanlangan mahir bo'lib, rahmat ustoz. mana sizlarga doktordan bir nakat berdim. Xayriganda kung fudan qo'rqmaysizlar. Yaxshi bo'ldi. Men shunda o'rligim kelib ketdi-yu, meni sanim o'shaqliq, ham seni japa tatmison deb shunda iliq ko'nglim yerimda sen o'rilmay qolsam, Adila men oxirgi bir sandan kechitdim. Sana ben nayet hoş oldum şahsen ben. Rahmat ustoz bayağınız. Yani şundaqlanma şu 5 ustozlar hamısını aksine şunda yaxşı anlap, yaxşı durup anlayma. Hem şunda eğitişim şunda amıraq. İslamı bek japat attanlar ustozlar. İslamı köp rahmat. Bunu diken texim tirişime. İsil. Yenimizde buldun, kaptanmadan bana. Yenimizde buldun. Benim en not ustozum birini tanlab oldu. İpek yolu sadasın, suygunu yok şigrasın, hoş havazla seydasın. İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın, suygunu yok şigrasın. Kişiga nurg'un güzellik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi. Güzellikte yükselish uchun nurg'un sinoqlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Men güzellik yo'lida kaskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramlida. Ekran oldida ko'rmanlar, hurmatli ustozlar hamda har qaysi mayirlar. Mana hozir Adila Sidiq ustozning miros ko'rpisi 10 nafar mayirga to'shdi. Mübarek olsun. Coşkun keyfiyat hem de işenç hem Allah'a yer olsun. Köpük rahmat. Onda olsa talaş basışı yine devamlasın. Adila Sidiq Ustaz miras gruppasidan Yusuf Ablat, Aqida Akbar, Nurjan Baqsay, Ilminur Eziz, Gangsa Musa gruppasidan Xalzat Tursun bilan Daniyar Shavkat, Arafat Matsavut, Shafqat Shamshidin, Adiljon Molla Ahmad, Mehrigul Mehmet Eli, Muradil Shavkat, İpek yolu sadası. Navbatda sahne chiqadigan mayirimiz bo'lsa, birinchi numurliq mayir. Programmamızga hoş geldiniz Baxtiyar, merhamet. Hazır sahneye çıkış aldıda turupsiz. Bundan burun çıkıvatkan mahirlarını görüp ciddileştiniz mi? Yo'q. Raqobatning keskin bo'lishi aniq, lekin natijaning qanday bo'lishidan qat'iy nazar ifodangiz yaxshi bo'lsin. Omadli bo'ling, oq sahnani saqlaymiz. Marhamat. Salam ekran oldi ko'rurmanlar. Men Qashqardan kelgan Mayir Baxtiyar Hasan. Mening bu 7-qara İpek yo'li qatnashdagi maqsadim o'zimning talantini
bir bilib beqish maqsadida shu bir ekranga bir chiqay deb keldim. Tapsak, tan bölüşüp yiyişmegen bir nan tapsak, tan bölüşüp yiyişmegen Biri can tutup sazlıklarda yey Kiçik çilekке Gazan şiğip Kavap kılıp yiyişmegen Biri can tutup Sazlıklarda yey Kiçik çilekке Gazan şiğip Kavap kılıp yiyişmegen Gazan jıkkan şu dostlarını sığındım bugün Yaxshi aytadi. Bağlılıktın talay teşken şurilanı biz Bakka kirip qiqivetken gurilanı biz Bakka kirip qiqivetken gurilanı biz Silip köp kaynatkan kuriladı biz Tün nispede çıkıverivey Tohu kepteni Oklap silip köp kaynatkan kuriladı biz Bakka kirgen şu dostlarını sevindim bugün Ötti aylar, ötti köp yıllar Terikçilik gemi bilen akardı çaşlar Ötti günler, ötti aylar, ötti köp yıllar
kesabriyey tartıştık ana judalıkta uzattık biz tüküp köp yaşlar aramızdan kesabriyey tartıştık ana judalıkta uzattık biz tüküp köp yaşlar aşıl gamsiz balılıkni sig'indim bugün sig'indim bugün A'la sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat sherikati Mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ishga turibdi-ku. O'xshashgina men Başbarmaqning yong'oqmay ekan ma'vo sizning shumi ya? Mening shunga o'xshatdi, ishini bir ichib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir ochay bunisini. Mushuki. Ha, mushu, mening mushu. Bu Başbarmaqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'yitkilam kunab qoldi buningga. Ishkilimiz uyga olib kirib, o'yitkilimga xo'sh qilib o'tmaylimi? Anamsi. Men Qashqardan kelgan Mahir Baxtiyor Hasan. Men o'zim sug'urta idorasida ishlayman. Ha, mana bo'ldi. O'zim bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Biz chiqib hammalar aytib mehribon bolalar-chi. Hozir bir yaxshi aytgan bola chiqib birisi bolaning birisi o'rilsa biz aytib qo'shmish hammalar to'tlaylar. Yerda qolmas ekan degan umidda. Bizning bolaligimiz ham ravg'an bu chiroyli naqshini yaxshi aytib berdan. Lekin qolgan kamchilik yerlaringni Xo'ja akang o'zi nechchi debijal? 29 ga. 29 ga shenmi qayray deb. Qolgandan menba, mush Kamil akamba, mushayt hamma ustozlar sening ma'lumlaring hargiz pul ataka desam menga qo'y demaydi. Hammamiz o'gitimiz shunday-ku. Pek yaxshi bo'ldi endi bizning guruh 10 qivita bo'ldi. Bir chavak bilan bizning guruhga mush balni avataylar. İpek yolu sadasın, suygunun yok şigrasın, hoş havazlar sevdasın. İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın, suygunun. Güzel arzu hareketke aylanganda hem kişi baş parmakını çıkarırdı. Hareketke kelip güzel menzilge yüzlengen Şinjan Başparmak dehqonchilik mahsulotları içiş mas'uliyat şirkati Naqshlarda kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Başparmak estin çıkarmaz yarni çoğmına. Az görmələr, hörmətli ustozlar. Mana proqramımız başlap hazırlıqca bizning 3 ustozning mahir soni 10 ga yetdi. Bizning Xo'jamat Qurban ustozning Kamal guruhi. Sizlarga muborak olsun. 7-ci qarar Xo'jun Yipek Ulu sadasının birinci basqışı, yen tanlash basqışı, yen davamlıq davamlasın. Qani, marhamat. Xo'jamat Qurban ustoz Kamal guruhidan Ershad Odil, Dilshod Erkin, Ayzuhra To'xti, O'rkash Hokim, Abdunabi Abdug'in, Enver Ubul, İlyas Mehmet, Alim Turab, Sübinur Himit, Baxtiyor Hasan, İpek yolu sadası. Soldan birinci qadam chiqishi. Kuşburaklık güldeymi acep meftun kıldınız. Hiyalımni azdırıp şunca tatlı kıldınız.
tatlı güldünüz Acem meftun kıldınız Hıyalımni azdırıp şunca tatlı güldünüz Şirin nazınız şirin, şirin sözünüz şirin Şirin nazınız şirin, şirin sözünüz şirin Yüreğimni köydürgen tatlı sözünüz şirin Asmandaki aşıvay Okşamadım üzümge Işkınızda keyif vay Güzel ama sızdın mı Asmandaki aşıvay Okşamadım üzümge Işkınızda keyif vay Şirin nazınız şirin Şirin sözünüz şirin Şirin nazınız şirin Şirin sözünüz şirin Yüreğimni köydürgen tatlı sözünüz şirin Nezer salmaysız arkanızda jürmen Tula bırak güzelle sizni yakşı görmen Bana nezer salmaysız arkanızda yürümen Tula bırak güzelle sizni yakşı görmen Şirin nazınız şirin, şirin sözünüz şirin Şirin nazınız şirin, şirin sözünüz şirin Yüreğimni köydürgen tatlı sözünüz şirin Şirin nazınız şirin, şirin sözünüz şirin Şirin nazınız şirin, şirin sözünüz şirin Yüreğimni köydürgen tatlı sözünüz şirin Yüreğimni köydürgen tatlı sözünüz şirin Tatlı sözünüz şirin Cəsur yigitlərinin oldun tanlışı bulub kelayotqan Şinjan Kamal Xalqara Sol çerkdə Kamal kiyim-kechekləri mayırlarga omad tilaydi. Ay bugungi to'yning kiyim-kechishni o'ylashdingiz? Bugun kiyishingni za bilmadim juma. Qarsoqmilik Kamal markasiga kostyumlarning yangi nusxalari chiqibdi. Shunday yarashimliqga. Bo'lmasa ashnadan bir ish qura kelaylikmi? Mayli, shunday qilaylik bo'lmasa. Hamma qilmayapmiz. Salam muhtaram 5 ustoz, ekran oldidagi tomoshabinlar. Hammanglarga Farmon niyatdan o'tli salomlar bo'lsin. Charchamag'aysizlar, jafo chekdinglar. Rahmat. Sizga rahmat. Kepsiz. Farmonni kelib to'ysiz qo'shib ketdik. Eng yaxshi, ajoyib usulliq naqshimizni aytib, bizning kayfiyatimiz ish qo'ydi. Bayno Yaqubek astoydil mayirlarni tanlash jarayonida bir zehninglar bilan o'tdadinglar, amdi bo'lsin bir sho'qroq holatda bir kayfiyatlarni ko'taray degan. Maqsadda yuqorqi bir oddiy ijodiy kiyimni keldim. O'zingizning ijodiyatimi? Teksi bir oqso'liq bir do'stimizning Umarjon Pinxon deb, muzikasi o'zimniki. Bizlar barlashimiz ola bulduk-ki. Mening e'tiborim ketdi mana qishini bektiramiz. Farmon izchil tirashyapti, inimiz-chi bu. Bizlar davom qilib biz. Bektiralik akordlashtiribdim. Payze mana, ijodiyat qilsa mana. Naqshlaring chiroyli, ishlaring taxmi yaxshi bo'lsin. Men asli shu muzikaning 5 vaqtida o'rlaydigan timcha nimishqa desang sababi naqshani boshlamasdan burun.
xeyli bir şu sanatga bo'lgan xeyli bir tushunchasi, hurmati bor, ancha-muncha sanatga bo'lgan mas'uliyati, majburiyatdan tunuq yetilgan odam bo'lmasa, anda muzikaga diqqat qilib, anda suhbatlik muzikani ishlatmaydi-chu. Şu maqsadda, yəni deyilsam, şu muzikani akartlashtirib bergan, şu qarmaydiki. Turg'un Tursun akamga rahmat bo'lsin. Şundan birga bizim şu yaşlarga fursat berib atgan, şu Ipek Yo'li programmasiga Muxtar akamga bizdek yoshlarni qo'llab atgan ustozimizga rahmatimni bildiraman. Şundan birga o'zing şu jafoliq tirishish orqali, natija orqali bugungi şu sahnada ustoz bo'lib, bizning oldimizda tirishib mangan barliq akalarimga, do'stlarimga, Adila adamga, hammalarga rahmatimni bildiraman. Jafo chekdinglar. Ben bir aşıqman. San'atning aşıqıman. Ögünüşdün ögütüşkice, ögengüçüdün yetekçi boluşkice kalbim aşıqlıqdan, qadimim izchillikdan yenib baxmadı. Bu yükseliş jarayonida arzuimning kamal tapadığını işardım. Çünkü ben kamalni özümge hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimleri yigitlik tadqiqomatingizni namoyon qilib, mendek har bir arzu egisini kamaliga yetkazdi. Navbatda sahnamizga chiqadigan Mahir bo'lsa 2655 nomerlik Mahir. Hoş geldiniz Mehrigül, qarshi olamiz. Tayyorliklaringiz puxtimi? Yaxshi joyda. Joyda shunaqa. Bugun o'zgacha bir naqsh aytilgandek tursiz. Bo'ladi hamsa sahnadagi ifodangizdan texim yaxshi bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Biz hammamiz sizning orqangizda turib siz uchun madad tilaymiz. G'ayrat qiling. Rahmat. Yaxshimisizlar, mening ismim Mehrigül Samiy, bu yil 25 yoshga kirdim, 90dan keldim. Mayli oxirgi natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, oldi bilan shu 80 kishi mayning ichiga kiralganim mening eng chong ta'lim bo'lib hisoblandi. When I see you again, you left me no goodbye, nothing the word was saying. No fire, no kiss to see anything. Wow. I had no idea what to say. I know I have a figure heart and a better manners, and wandering eye and heaviness in my head. But don't you remember? Don't you remember? The reason you let me before, baby, please remember me one more. When was the last time you thought of me? Or have you completely erased me from your memory? I have to think about where I want to roll. The more I do, the less I know. And I know I have a figure heart and a bed and knees and a wandering eye and heaviness in my head. But don't you remember? Don't you remember? The reason you let me before, baby, please remember
want more. If you say so, you agree. I kept my distance so you with me free, and hopefully find no missing piece to bring you back to me. Don't you remember? Don't you remember the reason you allowed me before? Baby, please remember me one more. When I see you again. Oyunumuzda serkertlik rolü oynayotgan Miras çekiliş şirketi Mahirlarga Ahmet tilaydi. Ya da sen turib ketsan o zerke pırxil. Ye. Qarasın zerikte de men Mirasning latiyalarini Ya mama doying veşi xoğu bu. Bu bek peyze qara cho'ng kichik ishki qolib chiqdi tetib baqa shundan oqsa. Men Miras latiyani biz naqshi yetib zeriksam yevatimiz hozir. Ma ochiq ekan ya. Pishgunlikka. Peyze bu bu. Yaxshimizlar ustozlar, ekran oldidagi do'stlar. Shunaqla mayirlar, hammalaring mushaqtinglar xayrli olsun. İsmim Mehrigul Samih, 90'dan geldim. Bu yıl 25 yaş kirdim. Tamam, hopuna hop kaldı. Tamam. 90 yaman. Ne aka? Kesbiniz nima o? Kesbim maliye boshqarish. Bunda to'liq atishga mansub tushirgan bola ekan bu aslida. Bunda qilaylik qarang, hozir Zahirning to'shimidami to'shdimi? To'shimida, ishkanlar to'shimida. Meni to'shimim bor. Ikkimizning to'shimida qarang. Başqa ma'lumlar hammasi o'rilib bo'ldi-ku, uni gap yo'q. Bo'lmasa piki deb endi bir mush vaqtda bitasiz. Uni onda biznikiga inkinlar. Asta ustiga chiqib turamiz. Bilaman ketdi. Siz nima ish qilsangiz arziydi? Nim degan aytqan ema qizay. Shundaymi? Po'latga ikkimiz gaplashimiz u yoqqa qaramaymiz. Ya bularmi? Menda ya, men qaramadim. Gapishaylik. Men qaramadim menda ya. Gap qilaman. Men bu qizni oxirgacha men ishini umid qilaman. Hammamiz umid qilamiz. Ham meni qiynamasligini umid qilaman. Shuning uchun mening guruhimda aqida bor. Aqidamu yaxshi naqshchi. Ishqinglarni oldikayni kelib qolganlar yeringlar bada. Lekin men sizga 100% qiymayman. Shaxsan mush naqshini men sizdek aytolmayman. Adlada sizdan azroq yana siz bilan bir asarlarni o'rinlig'im bor. Biz bilan shu Miras guruhida yo'day o'ynab, yangi bir narsalarni chiqarg'im bor. Adlada biz men o'zimga tayinaman, sizni qisqachilikda qo'ymayman. Men o'z kuchimga tayinib, oxirgacha mang'alayman, sizga agishalayman, qo'rqmayman, birga bir chiqalayman desangiz, mening guruhimga kelishingizni men istak qarshi olaman. Endi Adilaning keyindil mening gaqig'im kelib qoldi. Gaqiladi. Kichik bo'lsammi? Biringiz gaqilay. Bu naqshni men sizdek aytolmayman. Mellam emas. Mush maydonda tog'a hech qaysi sizdek aytolmaydi. Lekin siz moliya boshqarish kasbida ekansiz-ku. Biz o'zimizniki shirkati nomi bilan, o'zimizniki guruh nomi bilan Ramledar rivoyat guruhiga kelishingizni men qizg'in qarshi olaman. Rahmat. Endi bunda hammasi yuqori baho beryapti-ku, bu bir yaxshi boshlanish. Oqshom nima tush ko'rgan bo'lsangiz, u noma'lum bizga. Hammasi yaxshi. Mayli Zoir degan bo'lsin, Adila desin, yenilarim desin. Buni jiddiy o'ylashib javob bermasangiz bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Chunki hozir vaqt birak bor dedim. Ya peki siz ya o'ringa berib o'tirib, hamma bolalarni bir arama g'uzib, qog'in ati qo'yib qo'ysangiz bo'ldi demak istamaysan. Yolg'iz bir ustoz kelganmi? Beshim qatqan bir, hamma meni tanlasam deb. Kel, lekin shundoq bir xil o'zgartirib bo'ladi. Bek avog'im bor sizning. Xo'sh, bo'ldi, endi o'ziga beraylik. O'ziga beraylik. Ila shanshi nitsi jiddiy deyilgan. Nechchi xo'p.
aldı bilan yurak so'zlarim davosam o'sha ekran orqali otam bilan opamga shundoqla meni boshidan oxir qo'llab-quvvatlab kelgan mening do'st birodarlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Miras ochiqlari o'zgacha esil tam, materiali alayda tayyorlangan. Ochiq ichida huzur ichida lazzat. Har tishlaganda ochiq tamning lazzati tam sezgingizni o'taldirdi. Tam sezgingizni larziga soladigan lazzati cheksiz miras ochiqlari. Tanlangan ziroat, toza burchaqlar, quvvatli yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhli bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala. Miras, qora kunjut, qizil burchaq va jag'day qo'noq umashlari. Rivoyat gruppasi. İpek yolu sadasın, suygunu yok çiğdasın, kuş havazla seyrasın. İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın, suygunu yok çiğdasın, kuş havazla. Maydonga chiqadigan mayirimiz 1455 numaralı mayir. Dilxumar, hoş geldiniz. Rahmet. Bugün bek çıraylı xup kitibsiz. Sehindim naqşın bek çıraylık editişinizni ümit qilma. Bu numurun Yipek Yol Sadası programmalarını körüp, özünüzün bir günlerde mahir bo'lib qatnashganligingizni o'ylab baqqanmi? O'ylab baqqan. Lekin ko'ygan bilan naq maydon qatnashgan hissiyat faqat o'xshamaydi. Shundaqdimi jiddiyligingizni besib, yaxshi bir kayfiyat bilan musobaqada yaxshi natijaga erishishingizni chin dilimdan umid qilma. Unda bo'lsa, aq sehinsizni saqlaymiz. Marhamat. Yaxshimizlar ko'pchilik, mening ismim Dilxumar Shavkat. Bu yil 29 yosh, yurtim G'ulja. Mening bu qitimqi Yipek yo'l programmasi qatnashishdagi asosiy sababim o'zimda bor bo'lgan alayliklarni yana bir qitim namoyon qilish, xalqimiz bilan yana bir qitim yuz ko'rish uchun qatnashdim.
qo'sayman. Rayonimiz korxona sohasida oldin qator turadigan Xinjiang Hojon Sol Cheshirti Hojon g'ortamlik gazliq ichimliki mahirlarga omad tilaydi. Salam hörmətli 5 ustaz, Müşəd otağının barlıq əziz mehmanlar. Həmənlərinin boş vaxtınlar xeyirlik olsun. İsmim Dilxumar Şavkat, yurtum G'ulja. Hey, bu kız aldın sana qatnaşqan. Birinci qara qatnaşqan bu kız, shundami? Ha, birinchi qara qatnaşqan. Bu qanda? Qo'shmoqmi? Ha, shu bir et ko'rganda qilma. Isim keldi. Men tanishtirib qo'yay. Abay öğrenmek git bakan tanız yalan tümene yapışıqlap git barsiz go kichikliginizni qilsizda mana ishlar vaqtida. Kichik bo'lsam ne? Bu singlim tunji qarar İpek Yolu programmasida biz bilan bir guruhda ustozimizniki shogirdi bo'lgan. Ba'zan sabablar bilan musobaqadan vaqtincha ayrilib turganda aradan 10 yıl ötep, endi maqetim fursat pişip yetildi deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Shu sabab bilan maqetim kepti, lekin bizningki uzoqdan beri aloqamiz bo'lsa-mu, lekin menga bir eg'iz uchur qilmabdi-da. Aka men bordim, tizimlatdim, qatnashdim degan gapni. Rastim desam, abay naqsh chiqqan vaqtida ovozini anglab şu sanamız ekanligini bilib oldum. Qarshi olamiz. Ben çık ketay. Gel. Peyze. Hamma ovozini pek tunish his qildim. Men bir et ko'rgandeklam his qildim-chu, o'yrilib bo'lgandan keyin. Shaxsan men sizningki mening gruppam kirishingizni arzu qilman. Gapni keskinday, agar PK'ga tushib qolsangiz, tunji bo'lib PK qilgan mahir siz bo'lasiz. Demek tunji bo'lib PK qilgan mahir bo'lish sifatingiz bilan nurg'un tomosha bilan o'zingizga qarab olish imkon bor bu bir. Yana birisi mushu PKda agar utib chiqsangiz, o'rningizni muqim qilib tutib qolgan kunlar xotirjam o'tamamsiz deyman boshqa guruhlardagidek. Men o'rilgandagi ovozni anglab qadlashimiz maslahatlashib turdik. Chuqur bir PK qilish uchun bir harakat qilaylik dedik. Puroq olgandek elinayotgan bir ovoz bor. Ya chiroyli, naqshida gap yo'q. Soat hozir bir vaqt bo'ldi bu. U cho'ng talab qo'ymaymiz, lekin ichida borlik o'rilib qarab ismin degandan keyin men bilib olishim. Bunlar sizlar hadisanglar qatnashganmi shu vaqtda? Men shu naq maydonda borjoylik birinchi qara ipak bo'ldi. Biz berib ko'ygan vaqtimizda mushilni aytgan naqsimang ta'sir qilgan yeri bor. Shu ko'rib tunib oldim men. Hozir men 10 yil o'tgandan keyin bu sahnaga kelgandan keyin o'rildik. Tutilish qobiliyating rost yaxshi. Rasman chaqchaq emas. Qalbim kichik vaqtda bular kichik xili. 10 yil qatnashgan. Nayt chiroyli naqsh aytgan. Shu qaysi naqsh aytdinglar? Chiqib ili xalq naqsh aytdinglarmi? Vadarixon. Ha, ili xalq naqsh aytgan bular. Shu ta'sir qilgan 10 yildan keyin mana qaytib kelibsiz, qarshi olamiz. Peki bilan bir sinab biqib bizning guruhdagi bir balon tanlab bir mashina bir hang-tang qoldirishingizni umid qilaman men. Adil adam davatgan PK qilish navbati 3 yillik guruhda ba'zi. Shundaqo, hamda qolgan gapni Abay Zoirga mashaga chiqib, burunqi ishlarni dedi, ham ko'ngildagi gapni dedi Abay azra qisqa, yana tag'in nurg'un gap qiladi mencha kichik bo'lganki. O'zingizning o'ylag'ini bor. Adil adam degandek muqim bulashni xohlasangiz, mushu 3 guruhdan birini o'zingiz xohlaganini tanlab qilsangiz bo'ldi va yoki yo'q men bevosita Zoir akam ketimiz desangiz-mi, hech qaysingiz ranjimaysiz. Qattiq ko'ngilga yo'q. U biz uni cho'qim buni yaxshi aytganlar cho'qim o'rilishimiz shart-ku bu. Muqim bo'lish degan mutlaq emas-ku, buni mutlaq deb bo'lmaydi. Ütib qolsa muqim bo'lib ketadi. To'g'ri. Endi kichik bo'lsamga qilayveramiz. 55 bo'ldi. Qarshi olamiz. Naqshingizga rahmat. Yaxshi gapsiz. Ay aka demabsiz, lekin demaginingizdanmi? Sizdan shunday suyundim. Aşı xislatingizdan, fazilatingizdan uchun. To'xta, men shu naqsham bilan o'rayma deb o'yladingiz. Anandan keyin bu 3 guruhga kirib qolsangiz, bu yerda PK tushadigan ish bor. Bir ishlar bor bu yerda. Mening guruhimda yana burunqidek rivoyat guruhisiniki sizmi shu rivoyat guruhisiniki ustozimizning shogirdi bo'lsangiz, men ham sizning ustozingiz bo'lmayman. Men sizga o'xshash shogird
ustozimizning shogirdi bo'lib davomlashimiz. Hamda ko'nglingizda bu qitim boshqacha bir usulda boshlab beqish niyatida bo'lib qolsangizmi, men yana shu yenimdagi 4 birodarimga hamnafas bo'lib yaqindan havo deyishman sizga, qo'llayman. Rahmat. Sizga Aldı bilen kendi otağın barlıq ustazlarının nakşamını yaxşı görüp anlap bəgini və xoş oldum. Mən rast qılsam bunu odım yaxşı etmə dep oylagan bişim ağırıp turayılıp şoňa faqat köňüldiklik bolamay Turak elişleriniz bek jayda. Etken jaydan biri so'p ketgan bo'lsa. Sen söyleyeyim mi? Aldı bilen şu Zahir akamninki sahnaga alaydan chiqib ustozimiz Mahmud Sulayman ustozni qayta eslatgandan intayin xo'shal bo'ldim. Ustozimiz şu çağda meni siz tek kichik qanot quyrug'ingiz yetilmedi, hamon bir kun siz bulbulga aylansiz degan. Men shu gapini shu 10 yildan keyin bo'lsin bir isbotlaychi deb sahnaga chiqqandim. Rahmat. Kiling andas, kiling. Biz bunu düşünümüz. Qanday qilganda? O'zingiz qana, o'zingiz Teojan qilib boqamsiz yoki Zahir akangizning yoniga boramsiz? U ixtiyor o'zingizda. Hammasi siz uchun yaxshi tanlash. Hammani qo'llaymiz. Mening shu Teojan qilib boqim bor. Voy, payse. Bani turgandani o'g'ir pana bir pasmas kiki. Qizlarimiz yomon ekan. Mening tanlashim Kamil Ustaz. Kamil Ustazning gruppisidagi Tajik bal bilan tushib boqim bor. Voy. Rahmat mush programmadagi tunji pekini. Mana o'sha hamma mayirda bo'lishga tegishli bir ruh. Mushunda o'g'in oladi do'stlar. چشم دیوانه یوید کج جان گل بوین مستانه یوید کج جان گل بوین مستانه یم دنیا مر بیگانه Gül oyunu mestana yem dünya mer bigana Rahmat. Reyhanı tibrese şemallar güllerge biremen sevaller kiçiri sahip cemaller kütemem kilmesen dünyadan yalğız utemem. Tamam. Kamil Ustaz, onda qolsa sizning tanlishingiz qani? Hurmatli akalar, ustozlar, do'st birodarlar, programma gruppasining 10 yillik İpek yo'lini shunday qizitish uchun shunday keskin bir holat shakllanganligiga apron o'qiymiz. Hozirlar mana qizishga boshladi. Xalmurat qanday aytdi? Payz aytdi. Bu singlimizning payz aytdi. Hozirgi ishkiniz nep qolgan bor. Lekin sen o'qab ola. Yigit qo'y sen. Birinchi o'lab İpek o sadasi bo'yicha sanida bir qiz maydisini kirib turib bir o'rin beka bo'lsa-mi? Men pekiga tushiman, men Teojan qilaman deb xil o'g'avonlik qilolmaydigan ishni qildi. Sen o'g'avonlikga yigit qo'ysa, sen mangu men bilan birga mush ko'rib bilan birga. Sen mush o'rinni singlinga bersa. Bera olamsan. Beraman. Rahatlik bera olasan bu. Nasıl? İpek yolu sadasın, suygunu yok şidrasın. Farq yo'q-ku? Farq qat'iy yo'q ikkisida shundaymi? Lekin mush qizninki birinchi Teojanni
Peki düşməyələr tanlığanlıqni hörmətli. Bu qızım ikilisi farq arıqsız aytdı. Ha? Yana sana fürsət var. Sana yana fürsət var. Xoş, az görmənlər, ustazlar. Onda olsa Dilxumarga çavukimiz yağdıraylı. Mübarek olsun. Qani, baş barmaq görüpsü siz saqlamaqda. Berib oltursanız buldu. Dilxumar baş barmaq görüpsünün muqim əzası boldu. Xoş görmənlər, hörmətli ustazlar. Xalmuratqımı yeni fürsət var. Şunaqo. Bəsökot vaqti berildi. Kamil ustazdan başqa, yəni 4 ustaz öz xalığanca Bəsökotның içində tallıvası buldu. Tallaş tallımaslıq qani 4 ustazның özün qol eligide. Tədbir sınaq başlandı. 5 4 3 2 Mübarek olsun. Mana tallığa kirib qaldınız. Tallıq siz qaldı. Vaqtda tallıq siz qaldı. Tallıq vaqt kirib qaldı. Adile size ustaz bilen Hoca Mat Qurban ustaz. Rahmet ikki ustazning yana bir qitim menga chiroq yondirib berib qolganiga. Mening tanlashim o'zimiz vaqtish. İpek yolu sadasın, suygunun yok şegrasın. Hoşun olsa görünmelerimiz, hürmetli ustazlar. Mana, bizden Xalmurat özünün cesaretiga tuşluq iş qildi deb o'ylayman. O bo'lsa-mu, bizden Hoca Mat Qurban ustazni taldi. Hoca Mat Qurban ustazning 10 sanға yetken mahir sani. Onda siz xalığan 10 nəfər mahirnin içindən birini tanlab peki tutsanız buldu. Qani, sizden tanlışınız? Ayş Savaqdaş'ın tanlabasam, en arkadaki. Ayş Savaqdaş? En arkadaki. En arkadaki mi? Rahmet cema Buğraka, tayir sırlıge. Beygi meydan degan Mushtaq buldu. Mushtaq Vağış kızıydı. Xoş, az görmənlər, bəygimiz nəhayət qızıvatıdı. Bizden Xalmurat özü dadıllı qaldı. Kamal grupsidagi Alimcan taldı. Onda qalsa bu ikisinin nəticəsi zat qandaq bolduğandı. Naqşini avval Alimcandan anglaymiz. Qani, marhamat. Barçıq yol temizdiki xalq naqşini orundasam. Qarasam görünməydi bala. Barçıq yolda doğraq Barçıq yolda doğraq Yaxşı görsən yanında mən bala Yaman görsən kitay şirak Yaman küsen kitay şirak Ben Erkin Abdurrahim efendimden Sena'da söyleyen yan naqsın bir parça yırtıp bəsəm. Talay gece seni söyleyen yüreğimden seni söyleyen ben seni söyleyen sen başka köygen bilemedim muhabbet şundaqken qaqshab turib yana kuyargan birinchilab ishqilonlarga rahmat aytaman ana kendin do'stim Xalmuratning irodasiga qo'l qo'yma ammo do'stim sen mening saboqdishim men ijodiyatchiga ehtiyojli hem ijodiyat qiladigan hem xalq naqsini o'qiy oladigan odam ehtiyojli lekin sen meni 3 qatim kechiradiganligingga ishonma men ikkinchi qatimi shuni barcha ustozlarning to'g'ri tushunishini maylarning to'g'ri tushunishini tushunishimni umid qilaman endi mening o'zimning o'ylig'ini bor Onda qilsa sizning tanlashingiz Alimjon Alimjon muborak bo'lsin o'rningizni saqlab qoldingiz o'rningizni berib qo'ysangiz bo'ldi Nəhayət əfsus bu fürsət erişəməyə qıldınız lekin bundan keyingi fürsətlər yəni sizin kitib durdu hərgiz mən istəməm lekin sizin cəsarətinizə həmmimiz çavuklarımız bilan bir cavab qaytarsaq Rahmet.
Bugün men epsinlerlik iş bolmady dep oylayman. Çünki deydiganny bayam dep boldum. Aytip boldum. Hem özüm arzu qilgan guruhga kirib boldum. Sen bo'lmasam menga shagirtimisan? Yana o'sha saboqdoshlarimningki endi uzoqqa boramagan bo'lsaqmi, buningdan keyingi yo'llarning tixmi dag'dam, buningdan keyingi musobaqalarning utuqliq bo'lishini umid qilaman. Yana kirmoqchi bo'lgan guruhimga kiramagan bo'lsammi, mush saboqdoshlarimga barcha mayirlarning buningdan keyingi yo'lning tixmi dag'dam ko'ngildagidek bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Qamrat, mana Abay Chavaklar sizga bo'lgan rag'bat ham sizni e'tirof qilish. Qani unda qolsa, sog'doshlar, Chavaklar orasida qani ustozlar bilan. İnsan degan hamon nima? Biz ko'klaymiz shunga g'ayma. İnsan degan hamon nima? Makka jitimmakka. O'rma. Ey, tamam, ey. Bizninki mushu Pamir itigidan kelgan mush qarindishimizni biz programma guruhisi Munavvar naqshchi qilib bekitdik. Chunki tunji qadam men boy dedim, tunji qadam bek muhim. Mushu yigitning erkakligiga aprin aytaylik. Rahmat. Mayli kebab yang, mayli xogo yang, mayli mayli qiza yang. Vojon g'ortamlik gazliq suyi. Bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz vojonni deb qolasiz. Vojon g'ortamlik gazliq suyi. Birinchi darajalik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Hojun Sochek şirkati 20 ming yuan qiymatidagi pianino bilan mukofotlaydi. İkinci darajasiga erishgan Mayerimiz bo'lsa, Xinjiang Miras şirkati 15 ming yuan qiymatidagi elektronlik qurilma bilan mukofotlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Kamal Sochek şirkati 10 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan tartiqlaydi. To'rtinchi bo'lgan Mayerni bo'lsa, Xinjiang boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkati 5 ming yuan qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 5. darajaga erishgan Mayerimizni Xinjiang Ramnidar xalqaro so'lchak şirkati 3 ming yuan qiymatidagi tutlar bilan mukofotlaydi. Yipak yo'li sadasi, so'yguning yo'q chehrasi. Qush ovozlar saynasi, yipak yo'li sadasi. Yipak yo'li sadasi, so'yguning yo'q chehrasi. Qush ovozlar saynasi, yipak yo'li sadasi. Kadın ipek yolida jaranglaydı kongura. Kitek yangri dalaga, kuy naqshimiz bekira. Kümüş tağlar çok esi, nur qaytıdı yürekke. Güç birdi naqshimiz tümelligen çiçekke. Kuş berdi naqshimiz tümelligen çiçekke. Yipak yo'li sadasi, so'yguning yo'q chehrasi. Xush ovozlar saynasi, yipak yo'li sadasi. Yipak yo'li sadasi, so'yguning yo'q chehrasi. Xush ovozlar saynasi, yipak yo'li sadasi. Yipak yo'li sadasi, so'yguning yo'q chehrasi.
ayırar